hozirgi kunda tez natijaga erishishni yaxshi ko'radiganlar juda ham ko'p. Hozir asal bilan aynan tez rezultat olib immunitetni ko'tarib oladigan narsani ko'rsataman. Bu gulchangi bo'ladi. Mana bu gulchangda shunaqa ko'p vitaminlar bor. Buni обязательно mana bu asal bilan aralashtirib agar yeyilganda shunaqa endi ko'proq qilib olasiz. Hozir men o'zimga bir martalik qilib olaman. Agar kimga kerak bo'lsa tayyori ham bor bizada. Bunaqa asal bilan qo'shib shuni iste'mol qilinsa agar immunitet juda ham zo'r, kuchli bo'ladi. Uni ko'rinishi keladi. Bu gulchangi taxminan 500 ta yo 1000 taga yaqin gullardan yig'ilgan changi. Ta'mi xuddi jidani ta'miga o'xshagan bo'ladi. Juda ham приятный bo'ladi. Asal bilan qo'shib yeyilsa, immunitetni juda ham tez ko'tarib beradi. Mana deyarli hammaga yoqadi. Chunki asalni o'zini yeysa, ko'pchilik me'dasiga tegib qolishi mumkin, lekin bu narsa bilan qo'shib yeysa juda ham mazali bo'ladi.